Assalomu alaykum, hurmatli limon ishqibozlari. Mana bugun Surxondaryo viloyati Denov tumanida Qazarbog' hududida joylashgan Ro'ziyev Husan fermer xo'jaligida turibmiz. Bugungi mehmonimiz hammalarga tanish bo'lgan, ko'p yillardan beri ko'chat bilan ta'minlab kelayotgan Ne'mat aka bo'ladilar. Foydalanuvchilariga qiziq, necha yildan beri limon ko'chatchilik sohasi bilan shug'ullanib kelmoqdasiz va qanday natijalarga erishgansiz, shular bilan bir o'rtoqlashsak, keyin hozirgi vaqtda qanday limon ko'chatlari, sitrus, limondan tashqari boshqa sitrus o'simliklarini ham O'zbekiston sharoitida yetishtirish bilan shug'ullanamiz. Shular bo'yicha bir ma'lumot bersangiz va qaysi ko'chatlar qaysi iqlimga, qaysi hududga to'g'ri kelishi bo'yicha bir foydalanuvchilarga ma'lumot bersangiz. Mana shu limonimiz, hozir turgan limonlarimiz 2019-yil Turan bankdan imtiyozli kredit olib ekkanmiz. 2019-yil ekkanmiz. Xudoga shukr, mana 3 yildan beri yaxshi hosil olyapmiz. Hurmatli kanalimiz ishtirokchilari, mana sitrus ko'chatga qiziquvchilar, mana bu kivi ko'chatlarimiz ham yangilik O'zbekistonga yaqin yillar ichida kirib keldi. Buni bitta yaxshi tomoni Hybrid navli. Yaxshi tomoni shundaki, hosildorligi ham 80 gramdan 150 gramgacha bo'ladi, ham sovuqqa 30 gradusgacha chidamli, sovuqqa. Faqat buni erkak, ayoli bo'ladi, changlanish uchun. Juda hosildorligi zo'r, 70-80 kilo hosil beradi bir tupidan. Bir tupidan. Faqat payvand qilinganidan ekish kerak buni. Payvand qilingan ko'chati bo'lsa, payvandli o'zi urug'dan ko'kargani yavay bo'ladi. Payvandlisini eksangiz tez hosilga kiradi. Payvandli kivi 3 yilga hosil berib boshlaydi. 3-yil hosil beradi. 90 kilo, 80 kilo shunday hosil beradi. Yil davomida ko'payib boradi. 3-yil hosil bersa, yil davomida ko'payib boradi. Mana bizda Surxondaryo Denovda mana shunday ko'chatlarimiz kapa usulda deganimiz mana shunday tiplanishdan tashqari kapa usulda ham tayyorlaymiz. Katta miqdorda tayyorlangandan keyin bu kapa degani mana armaturani buklab yerga qadab 60lik agatga ekamiz. 60lik agatga ekib 1 metrga 3ta ekamiz. Kavlaganda kattaroq loyi bilan chiqsin deb kom qilib olib salafanga solib skotchlab jo'natamiz. Ko'chatlarimiz katta ona daraxtlardan, o'zimizning katta bog'larimizdan olingan shu Toshkent F1 navi. O'ta hosildor, sovuqqa ham merga nisbatan chidamliroq. Qishdan qanaqa olib chiqasiz, qanaqa qilasiz? Qishda buni qishdan mana shu 3 qavat kolonkada olib chiqamiz. Bir qavat kolonka taylaymizda, orasiga qamish yo makka paxol taylab, ustida yana bitta kolonka yopamiz. Ichidan mana bu temir tayda yana bitta yupqa kolonka yopib chiqaramiz. Ana shunda har qanday sovuqqa 20 gradus, 25 gradus sovuqda ham ta'sir qilmaydi. Mana shu 2019-yil limonchilik bo'yicha prezidentimizning topshiriqlari bilan Turan bankka topshirilgandan keyin Turan bankimizning boshliqlari Shorak Mirzayev Sharasiya tumaniga viloyatimizdagi hamma limonchilarni yig'dilarda, shu yerda bir voqea bo'ldi. Shu 10 gektarlik Tbilsida agro liderda limonariyasiga Turan bankning kattasi kelib, odamlari kelib biz bilan suhbat o'tkazdilarda, o'shanda menda 50 sotix limon edi. 50 sotix limonim bor edi. Keyin savol bo'ldiki, shunda kimga 1 gektar limonga qarori bo'lsa, hokim qarori marhamat kredit beramiz imtiyozli deb. Shorak akaga men savol berdim. Shorak aka, menga 50 sotix joyim bor. 50 sotiqqa bera olasizmi? 50 sotiqqa bera olmayman dedilar. Nimaga? Bera olmaysiz desam, 1 gektar katta limonim bor desalar, 1 gektar katta limoningiz bo'lsa beramiz, zo'r ekanki siz deb. Keyin o'zlari ishonmay keldilar shu yerga. O'zlari kelib, mana shu 70-yil qurilgan limonariya, Sharaf Rashidlarida qurilgan limonariyani ko'rib bo'ldi. Siz eski limonchi ekansiz. Faqat limon emas, limon ko'chat ham yetishtiring. Ko'plab mana shu 50 sotiqda limon ko'chat yetishtiradigan joy qiling deb menga kredit berib, shuni tiklab ko'chat ekkanman. Mana shu katta limonlarimning arasiga to'liq limon ekib, Xorazm, Buxoro, Qashqadaryo, Qoraqalpoq, Samarqand, Jizzax hamma viloyatlarga qayerga desa ko'chat yetishtirib berganman. Hozir shu bergan nimalarim ro'yxati bilan turibdi. Shu
Turon bankni ko'magi bilan chorakani mana shu tavsiyalari bilan bergan nimalarim 200 gektar joyga o'zim ko'chat berganman, ham beminnat maslahatimni berib boraman. Limonni parvarishini, oziqlantirishni, hamma nimasini berib turaman. Xudoga Ne'mat shukr, aka, mana shogirdlarim. to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, bu Turon bankka, limonchilikka bo'lgan o'zini qarashlari va o'sha albatta Turon banki raisi Choraka Mirzayevni limon bilan shug'ullanuvchi dehqonlar bilan hozir olimlarni, limon olimlarini bog'ladilar. Shunday bog'ladilarki, mana o'sha yeri bilan ishlayotgan, haqiqatda limon bilan parvarish qilib, limon bilan shug'ullanayotgan dehqonlar hozir keyin olimlarni bog'ladilar, eksportyorlarni bog'ladi. Buni natijasida nima bo'ldiki, mana o'sha hosildorlikni 2 baravariga oshirishga erishildi. Bunda o'sha limon yetishtirayotgan xonadonlarga zararkunandalarga qarshi kurashish bo'yicha shu ko'chatlarni yetishtirish, ko'chatlarni parvarish qilish, ularga kelgan o'z vaqtida suvini berish, o'z vaqtida mineral o'g'itlarni berish, u hamma narsasi ochiq oydin mana hozir guruhlar tashkil qilindi. Shunday guruhlarda hamma limonchilarni birlashtirildi. Bunda hozir mana Instagram sahifalari ochildi. Ularda hammasi o'rtoqlashmoqda. Hamma o'sha dehqonni siri ham, o'sha olimlarning izlanishlari ham hamma yoqda shunday ochiq oydin berib borilyapti. Bu yoqda yangi limon bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarimizga xato qilishga yo'l qo'ymasligi natijasiga olib kelmoqda bu narsalar.